Prezidentimizning tegishli farmoni va farmoyishiga muvofiq Tadbirkorlar kuni munosabati bilan bir guruh soha vakillari yuksak davlat mukofotlari hamda faol tadbirkor ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan edi. Mamlakatimiz taraqqiyoti, eksport salohiyatini yuksaltirish va yangi ish o'rinlari yaratishga munosib hissa qo'shgan ushbu fidoyi ishbilarmonlarga mukofotlarning bir qismi Xivadagi ochiq muloqotda Prezidentimiz tomonidan tantanali ravishda topshirildi. Shuningdek, respublikamizning barcha hududlarida ham bayram tadbirlari yuqori kayfiyatda tashkil etildi. Hududlarda o'tkazilgan uchrashuvlarda mahalliy hokimliklar va keng jamoatchilik vakillari ishtirokida yuksak unvon, orden va ko'krak nishonlari o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Bu kabi yuksak e'tibor va e'tirof yurtimiz tadbirkorlarining mehnatiga bo'lgan katta e'tibor namunasi bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatida bugungi kunda 56 mingdan ortiq tadbirkorlik subyekti bo'lib, faqat shu yilning o'zida 3500 ta yangi korxona ochildi. Tovarlarning tashqi savdo aylanmasi 2 baravarga oshdi. Viloyat iqtisodiyotida barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarining o'rni juda katta. Joriy yilning birinchi yarmida viloyatning yalpi hududiy mahsuloti 59,1 trillion so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 9,6% ga o'sgan bo'lsa, buning salmoqli qismi faol va tashabbuskor tadbirkorlar hissasiga to'g'ri keladi. Tadbirkorlar kuni arafasida davlatimiz rahbarining farmoyishiga ko'ra, faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlanganlar orasida 7 nafar samarqandlik faol ishbilarmonlar ham bor. Viloyat hokimligida ularga ushbu mukofotlar tantanali ravishda topshirildi. Tadbirda mamlakatimizda so'nggi yillarda tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga qulay sharoitlar yaratib berish sohasida olib borilayotgan ishlar xususida so'z borib, tadbirkorlarimizning faolligi, tashabbuskorligi e'tirof etildi. Tekstil sohasida ish olib boramiz. 2023-yil ishni boshlagan bo'lsak, hozirgi vaqtga kelib bizning xodimlarimiz 150 tagacha yetdi. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanib kelyapmiz. Prezidentimizga katta rahmat. Tekstilchilar uchun juda ham katta eshiklarni ochib berdilar bizlarga. Biz mana yaqinda biz Amerika davlatida bo'lib 3 ta vystavkada qatnashib keldik. O'zbekiston mahsulotlarini olib chiqdik. Ular bilan hozirga muloqot bo'lyapti. Ular bilan yaqin orada eksportni boshlaymiz. Prezidentimizga juda ham ishonamiz. Nimaga deganda, har bir selektorlarni ko'rib, har bir mana bunaqa tadbirlarni ko'rsak, juda ham tadbirkorlarga keng eshiklarni ochib berib, tadbirkorlar hamisha meni himoyamga deb bizlarni himoya qilganlarga biz juda ham mamnun bilan, ko'z yosh bilan kerak bo'lsa o'zimizga katta motivatsiya olamiz. Yangi O'zbekistonni ravnaqiga o'z hissamizni qo'shishga biz tadbirkorlar tayyormiz. Kattakon rahmat prezidentimiz. Tadbirda viloyat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirish, eksport salohiyatini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, ilm-fan va innovatsiyalarning yutuqlarini ishlab chiqarishga keng joriy etish, yosh tadbirkorlarni tarbiyalash va ularni qo'llab-quvvatlashda namuna bo'layotgan tadbirkorlarimizning mehnati e'tirof etildi.